Nima uchun aprel oyiga bizni aholi, bizni rivojlanuvchilar karma bilan bog'liq bo'lgan juda ham ko'p jarayonlarni yechish kerak. Birgina man tarafdan qilinmaganda bu sborka. Aslida olganda boruvchi insonlar ma'lum. 22.04 aprel juda ham kuchli bo'lgan kunlardan. Shu guzar bilan siz olib yuribmizda hamma mana shu keraksiz bo'lgan energiyalar. Xuddi kerakdek. Da hattoki bilmaymiz ham borligini, lekin keyin sekin chiqishi ham mumkin ba'zi birlarda. Zo'r deyishimiz. Davolanish nima uchun bo'lgan bilasizmi? Har qanday mana shu destruktiv energiya, har qanday siz o'zingizni lampochkangizni quvvatini kengaytirib borursangiz, yashashi bo'lmaydi. Shu joyda ko'pchilik menga shuni yetadi o'zi deb qolib ketishlari mumkin bo'ladi. Siz ishlatib qo'yasizda hozirgi resursingizdan, uni joyiga keltirmasangiz keyin qayerda nima qilasiz? Понимаете? Sizga kelyaptimi misli forma, Elbrusga borish, yetib birga. Demak, sizda mana shu hajmli energiyani kirg'izish imkoniyati bor. Yo'mkis bilan kelgansiz o'sha. Rari xohlavamizda imatiz pulini to'layapmiz. Нет. Это жадность. Это проработка. Nimaga biz yaxshi narsani xohlaymizda, undan ham yaxshi, lekin o'zimizdan bergimiz kelmaydi. Siz berasiz, siz olasiz, unutmang. Sizga Anchadan beri kutilayotgan Elbrus tog'i portali Energy Trip haqida sizdan ma'lumot olish uchun intervyuni tashkillashtirdik. Bu O'zbekistonda ilk bor 1-marta tashkillashtirilyapti. Bu trip ahamiyati qanaqa bo'ladi? Rivojlanuvchilarga qanchalik rivojlanish olib keladi? O'zbekistonga qanchalik energiyasi buni darajada bo'ladi? Siz borganmisiz? Borganingizda nimalardan o'tgansiz? O'zbekistondagi rivojlanuvchilar Elbrusga borish jarayonida ular nimalardan o'tishadi, nimalar kutilyapti, buni natijasi qanaqa bo'ladi? Shu savollar ko'pchilikni qiziqtiryapti. Shu intervyuni mana shu mavzuga bag'ishlasak. Очень приятно. Благодарю вас. На самом деле, да, действительно, yil hodisasi deb aytsam, menimcha to'g'ri bo'ladi. Chunki 2026-yil uchun bu katta narsa. Bu fundament yili. Bu haqida juda ham ko'p gapirganmiz. Mana shu nimaiki hozir bu yilda qilsak, yangi imkoniyatlar ketdi. Fundament bo'lib 9 yilga ketadi bizada. O'zim borganman. Bir necha marta borganman. Menimcha 3 marta borganman. Zo'r. Bu yil borishim shart edi. Boraman ham. Provodnik sifatida, inson sifatida ham. Bu yilni imkoniyatlardan kelib chiqqan holatda borishim shart. No, buni bilardim, что har gal qayergadir yangi joyga borsam, meni bekorga jo'natishmaydi u yerga. То есть meni tayyorlashadi, чтобы men bu yerga boshqa bir insonlarni rivojlanuvchilarni olib kelishim uchun provodnik sifatida men birinchi borib boraman o'sha joyga. O'sha joyga ochib berishadi menga, yo'l ochib berishadi, so'zlashishlarni qilib berishadi, tayyorgarlik olib boraman. Zo'r. Bilasizda, buni yetkazib bo'lgansiz-ku. Samarqandni birga kashf qilganmiz, Buxoroni birga kashf qilganmiz, o'zimizni, O'zbekistonni bir bo'lagi bo'lsa ham siz bilan uni sivilizatsiyalar bilan birgalikda yangi qirralarini ochish bizaga shunchalik yangi sarguzashtlar, yangi jarayonlarni bergan. Undan keyin o'zimizni hayotga, shahar hayotiga qaytib kirib, o'zimizni yo'lga tushganda sezilarli natijalar, o'zgarishlar bo'ldi-da. Ayta olasiz, uverin ayta olasiz. Uverin aytolaman, o'zgarishlar bo'lgan, bo'lyapti, ochib berilishlar bo'lgan, ochilishlar bo'lgan. Mana shu ochilinish jarayonini siz yillarga taqqoslasangiz qancha vaqt ketishi kerak edi? Ketardi sizda mana shu hozirgi holatingizda bo'lishingizga? Yillarga taqqoslasam agar 8 yillar deb o'ylayapman hozir o'zimni hozir ongimda, hozir kelgan javobimga nisbatan olganimda-da. Sizda потому что birgina narsa bo'lmadi-da, sizlarda kompleksni bo'ldi, tozalanish bo'ldi. Bu reinkarnatsion dasturlardan tozalanish bu katta narsa-da, Muhsina. Buni ko'pchilik просто anglamaydi, borganda menda hech narsa bo'lmadi deganlar ham bo'ldi aslida olganda. No, sekin-sekinlik bilan respektirovka bo'lgani seziladi. Siz shunday oldingizda men bunda bir anaqa paxtani olamiz, shuni olib ag'dardingizda eski programmalaringizda. И действительно bu tajriba orqali ag'darilmaydigan jarayonlar bo'lib hisoblanadi.
То есть biz bularni hammasi nima deydi, voqealar va hodisalar kuratorlar tomonidan belgilanib berilgan. То есть qadam birinchi Buxoro, keyin Samarqand, keyin Buxoro bo'ldi. Bilsangiz agar tayyorgarliklar olib borildi. И потом portallar chizdik, no portallar именно energetik jarayonlarda тоже tayyorgarlik olib borildimi? Olib borildi. No, xuddi go'yoki mana jonli borgan, siz уже bilasizda buni farqini. И siz buni уже onlayn tasavvur qila olmasangiz kerak, to'g'rimi? Вот yetib onlayn tasavvur qila, hattoki bilasizmi, mana uyimizda, mahallamizda otellar ko'pda, avtobus bilan gruppa yig'ilib tursa-chi, menda opit qanaqa bo'lgan, asosan siz bilan bo'lganda sayohatlar. И neyronlarda aloqa shunaqa o'rnatilib qolgan, o'sha energy trip ustida ishlash, rivoj, ruhiy ketadi-ku. И bu hamma hayotingizni qamrab oladigan jarayon-ku. Oddiy sayohatdan ancha-muncha qiymati baland demoqchiman-da. И u sayohatchilarni ko'rsam, o'sha vibe, o'sha atmosferani xotiramda shakllanib, Elbrus xohlamayman. Elbrusku hozir bizda anaqada raspisaniyada shunaqa bo'lgani uchun borgim kelyapti. Energy tripga borgim kelyapti-da, qat'iy bo'lishidan qat'iy nazarda. O'sha yana vibe his qilish uchun. Chunki Samarqandda, Buxoroda qanaqa zo'r siz sayohat qilib qayerdadir kashf qilasizda, yana sizga plusiga hayotingiz uchun yangi nima rivoj uchun ochko qanaqa bonuslar berilishi bu zo'r narsa-ku. Конечно. U insonni aqliga sig'magan jarayon demoqchiman-da, chunki mana Elbrus chizganmiz. Boraman deb o'ylamaganman-da. Вообще. Вообще. И o'zbekistonlik mana rivojlanuvchilarda yana qancha insonda shunaqa jarayon bo'lyapti deb o'ylayman-da. Chunki bu o'sha chakra tog'i-ku. Конечно, bu aslida olganda belgilanilgan voqea. То есть har bir voqea borda sborkasi bo'lasiz. И bu voqea уже bor, menga уже o'tgan yil aytishgan, sborka уже bo'ldi, tayyorsan deyishgan. То есть sborka tayyor degani ma'lum bir darajada tayyorgarlik qilib, energetik men o'zimni tayyorladim. Menga dostуп ochildi, ruxsat ochildi, то есть men olib keta olaman. То есть bu именно aprel oyiga mo'ljallangan. Zo'r. Nima uchun aprel oyiga biz уже ongli ravishda tushunib boryapmiz, потому что это karmический oy. Bizda nima bor? Karma bilan bog'liq bo'lgan. Aslida olgan hamma narsa karma. No, aynan bizni yurtimizda-da, то есть bizni aholi, bizni rivojlanuvchilar karma bilan bog'liq bo'lgan juda ham ko'p jarayonlarni yechish kerak. Destruktiv jarayonlar ham bor, boshqa bir qalbni ochish kerak bo'lgan jarayonlar bor bizda. Qalb qo'shilaman, bu tomonlama. Вот, ну, destruktiv deganim nima deganim? Siz xafagarchiliklar qancha bizda? Ko'p emasmi? Ну, mamlakatimizdagi rivojlanuvchilar, soglasiz, qanchalik darajada ozmi ko'pmi da o'zimizdan ustimizda ishlab boryapmiz, plast yechyapmiz. Ras olamiz, 20% ras olamiz, 30%. No, qanaqadir kimdadir o'zini bir tayyorgarligi asosida yetib birdam ishlaganmiz bu bo'yicha. Hammani bir o'zini darajasi asosida o'zini bir imkoniyatlari qolib, no, то есть xvostik bo'lib qolib ketgan deb aytaylik. И birinchi o'rinda mana shu чистка. Самое первое это чистка, то есть обнуление. И, конечно же, bu qalb. Qalb portali bu именно трансформацион, to'g'ridan to'g'ri qalbni ochuvchi portal. То есть на самом деле это сборка сделана не человеком, то есть birgina man tarafdan qilinmaganda bu sborka. Sborka bu voqealarni, hodisalarni, insonlarni yig'ib beradi. То есть уже aslida olganda boruvchi insonlar ma'lum. Понимаете? Energetik kvant polada уже ma'lum. Voy xudoyim. Понимаете, faqatgina bular ongiga, то есть fizika, moddiylikda namoyon bo'lishi biroz vaqt ketadi. Mana shu moddiylik ko'rish, shakllanish jarayoni moddiylikda o'ziga xos bo'lgan bir jarayon. То есть menga уже oldin aytishgan, что senda bor deyishgan, sborka уже bor, tayyor bo'ldi. Sen уже tayyorsan. Faqatgina voqealar va hodisalar yig'ilinishi endi boshlandi. Yanvar oyida ham, fevral oyida ham so'raganimda sborkani все хорошо, sborka turibdi, qimirlamay turibdi, biroq понимаете-da? Hech kim siljitmaydi buni. Sal kunida farq bo'lishi mumkin, и bo'ldi. И shunaqangi ajoyib bir jarayon, aynan bu yilgi 04 dan ko'ra, прям именно 22:04 aprel. Juda ham kuchli bo'lgan kunlardan biri. 22, 23, 24-aprel. Именно bu yil. Bu yil. Mana shastada unaqa emas. Shastada unaqa emas. Понимаете-da? Да, вот. А bu yil men 04 dan ko'ra 22:04. Вот.
shunchalik darajada bu mani onga yetmaydi bu narsalar ekan, no bizga shuni yetkazib berishdida. Bu sborka bor, faqatgina buni endi biz sizlarning ongingizga tushuntirib berishimiz kerak, чтобы siz уже то есть lampochkalaringlarni yoqishimiz kerak to'liq. Понимаете-da, siz tayyorgarligingizni ko'ra olishingiz o'zingiz darajada bu voqea в любом случае bor. Bo'ladi, faqatgina buni vaqti ham belgilangan, sizni uyg'otishimiz kerak bo'ladi. Siz nimaga kerak bu yerga borish deb o'ylaysiz o'zingiz? Sizni gaplaringizdan o'zi tushunmayotgan edim. Hozir ozgina tushuntirish berganingizdan keyin o'sha abidalarni yechishga ham juda ham kerakli deb o'ylayapman. Faqat abida emas-da u yerda. Faqat abida emas. Umuman olganda o'zingiz tushunib oling. 7 ta asosiy portal dunyo bo'yicha yerda, Gayada eng yuqori portallar, chakra portallari bo'lib hisoblanadi. Juda ham ko'p portallar bor, но chakra portallar bu yuqori. Ular beradigan transformatsion imkoniyatlar shunchalik kengki, siz hozir ko'rayotganingiz 0,001%. Mana shu abida deyotganingiz 0,001%. Siz borasiz, u yerda to'liq transformatsiya bo'lasiz, bir butunlik holatida. Tozalanish, yangilanish, bu yerda shunaqa ko'p jarayonlar bo'ladi. Bu aynan dastur umumiy bizni barcha chakralarimiz bilan bog'liq. To есть bu qanaqadir bir hattoki nima desam ekan, veroispovedание deb aytamizda, to есть egregorga bog'liq bo'lmagan holatda bu yerda. Toza absolyut tizim orqali siz yangilanasiz, siz o'zgarasiz. Nima uchun? Nima uchun bu chakra tog'lari bor? Bilasizmi? Yer vibratsiyasini ushlab turish uchun. Молодец. Yana insonlarning rivojiga xizmat qilish uchun. Insonlarning rivojiga xizmat qilish uchun. Ruhiy rivoj. Mana hastimomda bilinadi, borib ziyorat qilingandan keyin ishlarimizda, hayotimizdagi jarayonlar odam ruhiy holatida seziladi, deymi? Hozir siz aytayotganingizdan keyin o'ylayapman, u yoqqa borilsa, u endi основной portal-ku, qanaqa darajada bu bilinarki odam hayotiga. Вот просто понимаете, тут сердечная чакра Земли, то есть yerni qalb chakrasi, это только слово, да? Bittagina so'zni o'zi. Nima degani bu? Yerni qalb chakrasi degani. Hastimon, yetpir, ularning hammasi ma'lum bir darajada ular ham mana shu 4-chakra bilan mana shunday bog'liq. То есть ularni boshqarib turuvchi nima? 4-chakra. Tushunyapsizda? Hamma egregorlarni 7 chakra portali boshqarib turadi. То есть ma'lum bir qismini hastimon ham oladi, katta bir qismini. Asos, negiz bu chakra tog'i. Mas'uliyatini his qilyapsizmi? Как filialda hastimon shunaqa deb aytsam, это filial. Markaz o't. 7 ta asosiy markaz, hammasi o'zini ishini bajaradi. 4-chakra degani, bu degani faqatgina 4-chakra bilan taalluqli bo'lgan jarayon emas aslida olganda. No, asos shu. Baribir bir butunlikda ishlanadi. Bir butunlikda ishlaniladi. Bu yerda shunaqangi energiyalar, tonki energiyalar deb aytamiz. Ularni insonning hayotiga kirib borishi, bu degani inson однозначно 100% transformatsiya bo'ladi degan. Ular shunaqangi bir kuchga ega, to'fonga o'xshaydi. To'fon sidirib tashlaydi-ku hamma narsani, bilasizda? Sel kelsa, xuddi shunaqa kuch bilan ichingizligini chiqarib tashlaydi. Zo'r. Mana shu shunaqangi bir bu kuch shunaqangi bir narsaki, sizda o'zini asoratlarini, sifatli energiyalarni sevgini qoldiradi, sizda holatini qoldiradi. Sizda именно hozirgi bir yangi davrga ketyapmiz-ku, sevgi ila da har bir joy qo'rquv ila emas. To есть mana shu qo'rquv ila dasturini tugatish imkoniyatini beradi. Zo'r. Bizni ko'pchiligimiz oldingi 3D formatida birinchi chakra bilan ko'proq faollashganmiz-da, bilasizda, seksualniy energiya birinchi chakra orqali, sevgi orqali переход davridan keyin boshlandilar-ku. Hammamiz xohlaymiz sevgi orqali. No, bu narsaga erishish uchun qancha tajribalardan o'tasiz? O'zingiz qancha tajribalardan o'tgansiz? Endi asos sevgiga o'tdi-ku, 4-chakra bo'yicha bo'layotgani uchun ham 4-d пространство, 4-chakraga ketyapmiz, понимаете? O'shaning uchun ham Elbrusdan boshlanibdi, dedi. Видимо, o'shaning uchun Elbrusdan boshlanilgan. Faqat bizga beluxa kerak emas-da, bizga mana shu joyni tozalash kerak. Hatto biz 7 ham tozalaymiz buni. Uni bu energetik jihatdan shunchalik bir transformatsion holatga egaki,
sizda. Hammada bu transformatsiyalar o'zini tayyorgarligi asosida olib boriladi. Mana shu tonki energiyalarni ta'sir qilish darajasida bizda o'zini aytaman-ku, asoratini qoldiradi. Nozik, hisli asoratini qoldiradi. Tushunyapsizmi? Misol uchun siz Amir Temurga borganingizda kuchli bir asoratni, g'ayratli bir asoratni qoldirdingiz. Gapida tura olish, fikrini qoldirish. Mana shu sizni hamma butun bir energiyalaringizda, butun hayotingizda ketdi-ku. Ketdi. Haqiqatdan. Endi tasavvur qiling, har bir nafasingiz, har bir fikringiz ichida shakar bo'ladi. Demoqchi, misol uchun, понимаете, tushunyapsizmi? Energiya bor. То есть kuch va g'ayrat emasdan, misol uchun, sevgi energiyasi bo'ladi. Har bir kletka nima deydi? O'sha narsadan keladi. Sizni sevgi faqatgina so'zda emas, sevgi faqatgina harakatda emas, sizni birgina nigohingiz ila ketadi. Sizni so'zingizni vibratsiyasi ham o'sha vibratsiya energiya bilan ketadi. Buni farqi katta. Siz ho deyishingiz da polkovодец Amir Temurdek, muloyimlik kerak-ku baribir. Да, верно же, понимаете? Вот эта энергия, наша sevgi energiyasi deb aytaylik, transformatsion energiya. Bu hamma jabhada, sizni hamma qarashlaringizda, qaror qabul qilishlaringizda, sizni misol uchun agar dizaynerlik bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, har bir dizaynerlik ishida sevgi ila mana shu energiyani joylashtirish, понимаете? Shunchalik tarqatib yuboradi-da bu narsa. Это как кислород, sevgi kisloroди, понимаете-da? Bo'ldi, siz nafas olib turasiz o'sha sevgi kislorodi bilan. Nima farqini sezyapsizmi endi? Bu juda ham bir katta narsa. Buni tagida nima uchun bu beriladi? Insonlarni ruhiy rivojini kengaytirish. Mana shu darajaga yetish uchun bizda katta tajriba, bizda hayot tajribasi kerak bo'ladi ko'pchilikda. Qanaqa tajribalar? Kimdir bilan nimadir bo'ladi, ayrilasiz, sevgini qo'msaysiz, ochilinasiz, qalbingiz ochilinadi. Yoki bo'lmasa farzand, ona farzandi orqali ko'p sevgini ochadi. Farzandiga nimadir bo'ladi, ili qattiqqo'llik bo'ladi, o'shanaga nimadir anglaydi, o'shandan keyin sevgiga ochilinadi. Lampochka yoqiladi. Ma'lum bir voqealardan keyin sizda tinqitib lampochka ochilinadi. Aslida nima berilyapti hozir? Opit orqali anglash. Tajriba orqali anglash, tajriba orqali o'zingizda mana shu energiyani faollashtirish. To bu energiya o'zingizning vibratsiyangizda bo'ladi. Sizga portal orqali, tonki vibratsion energiyalar orqali. Bu nima degani? Biz hali his qilmagan his-tuyg'ular hayotimizga kirib keladi. Bu his-tuyg'ularni biz tajriba orqali ham kirita olmasligimiz mumkin-da. Согласитесь? Тонкую, безусловную любовь. Это вот именно высокую, ular bizga nima uchun kuratorlar orqali bo'lyapti. Прогрузка beriladi bizlarga, qancha sivilizatsiyalarda bunga tayyorgarlik qilmoqda bu narsaga. Bizga, то есть mana shu energiyalar berilinishni boshlayapti. Это очень качественная энергия. Это 4D formatda energiya. Bu yerda siz farzandingiz bilan munosabatda ham bu energiyaning darajasini ocha olmasligingiz mumkin. Shartsizlikni ochishingiz mumkin, buni beqiyos bir holatlari mavjud. Bizga bu orqali kengayish jarayonlarini kengaytirib beradi. Elbrus portalda bo'lganingizda o'zingizda qanaqa tajribalar bo'lgan, nimadan o'tgansiz? Eng muhim narsa bu yerda har bir inson o'zinikini oladi. Yaxshi ham shuni aytdingiz. То есть qanchalik darajada tayyor bo'lsa, nima jarayonlari bo'lsa, потому что chunki har birimizda nakopленность tajribalari har xil. Kimdir o'zini ustidan anchadan beri ishlab keladi, kimdir o'zini ustida endi borgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun, misol uchun, nechta odam borsa, shuncha har xil natijalar bo'ladi ularda. Klassno, что siz buni aytdingiz. Shaxsan men переходdan oldin borganman-da. Переходdan oldin shunaqangi davr bo'lgan. Barcha destruktiv 3D format dasturlari tezlik bilan yopilishni boshlaganda, men тем более переход davrida ongli ravishda yondashganman-da. Ongli ravishda как раз проводникlik yo'liga shakllantirganman o'zim harakatimni. Прям maqsadim ham shu bo'lgan, действительно, maksimально destruktiv 3D formatini tezroq yopish bo'lgan. Yopganmiz, to'g'ri, voqliroq ham yopganmiz, menga portallar yordam bergan. То есть o'sha paytda menga Elbrus portali yopishimga imkoniyat yaratib bergan tezroq. Destruktiv emotsiyalarimizni, his-tuyg'u, g'azab, abidalarimiz, yechilmagan jarayonlarimizni, polni ichimizdagi bloklarni yopishga menga yordam bergan.
o'sha darajada o'sha paytda menga yordam bergan. И действительно yopganmiz destruktiv holatlarni-da и дальше keyingi bir pog'onaga o'tganmiz. Ikkinchi marta sразу 4D prostranstvasi ochilganda menga как раз 4D uchun yangi sevgi energiyalari, dasturlari yuklanilgan. Yangi bir holat orqali. Bu yerda sразу, то есть to'rga o'tdik. Biz to'rga o'tgandan keyin hammaga, o'tganlarga yangi bir mana shu hali his qilmagan his-tuyg'ular ochilishni boshlaydi-da. Biz o'rganganmiz-ku 3-da deb o'zimizni boshqa bir oddiy bir sevgi holati deb aytaylik. Hali his qilmagan energiyalarni hali his qilmagan deb aytaylik, bilmaymiz ham hali buni nima ekanligini. Ikkinchi marta borganimda действительно уже bu yerda daraja уже o'zgargan. Boshqacha bo'lgan. Sezgansiz? Sezganman. Da, уже sezganman. Уже yumshoqlik paydo bo'lgan menda. Oldin birinchisida yumshoqlik bo'lmagan. Sразу aytaman, men praraботkalarda bo'lganman. Meni ichimdan qaynab chiqavergan, yechish kerak bo'lgan jarayonlar. No, bilaman, что shop etib olganda, qop etib yopib, то есть yechib berganda, bunda olgani zalpam yopib bergan. Zo'r. Aytamiz, ko'p bir xil qachon tugaydi bu narsa, qachon yozaveramiz, chiqaraveramiz, yozaveramiz. O'zimizning vibratsiyada bo'lganda-chi. Lekin portal vibratsiyasida agar shipir bo'lib tashlaydigan bo'lsa, qo'pol конечно, nima bo'ladi sizga? Siz ochilinasiz-ku yana bir bor, yanada ham kengayasiz-ku. Sizni ongingiz kengayadi-ku. Siz потому что sizni orqada ko'tarib turuvchi yuklaringiz bo'lmaydi-ku. Bu onga ham ta'sir qilmaydi emasmi, Muhsina? Понимаете? Tanaga ta'sir qiladi. Ryukzak bilan siz olib yuribmizda, hamma mana shu keraksiz bo'lgan energiyalar. Xuddi kerakdek. Da, hattoki bilmaymiz ham borligini, lekin keyin sekin-sekin chiqishi ham mumkin ba'zi birlarda. Siz xuddi parashyut uchishni boshlaydi-ku, yengil-yengil bo'lib boraverasiz. Zo'r deyishimiz. Понимаете? И самое главное narsa sizda уже, потому что bu energiya, shunaqangi bir energiya sizda kiradi-da, bo'ldi sizda joylashadi bu energiya. O'zini vibratsiya, o'zini porsiyasida kiradi. Hammada porsiya har xil kiradi. Понимаете-da? И bu sizda barcha voqealar va hodisalar hayotingizdagi keyingi mana shu energiya sizga ta'sir qilib boradi. То есть sizni hamrohingiz bo'ladi. Понимаете? Bo'ldi, siz kirdingiz bu etapga. Ilindingiz bu energiya, sizni ilintirdi, beraveradi sizni har so'zingiz, gapingiz, harakatingizda bu energiya doimo bo'ladi. Siz buni ba'zi paytlarda уже o'rganib ham qolib sezmasligingiz ham mumkin bo'ladi. Odam tez o'rganadi-ku bu narsalarga. To'g'ri. Ko'rmay ham qolasiz, o'zingizda bordek, shunaqa tug'ilgandek yurasiz. Da, как будто все, men o'zi bormasam ham bo'lardi deyishadi. Понимаете? Тоже нормально. То есть человеческий фактор deb aytamiz. 3-marta borganimda, уже o'tgan yili bordim. Bu yerda новый уровень своего состояния. Глубина. Глубина это, bilasizmi, o'zingizni bir shunaqangi bir anaqa уже nimada tasavvur qilasiz. Men o'zimni shunaqa tasavvur qilaman, shuni ichiga kirgizib qo'yishganda meni sevgi bir holatiga, programmasiga. Da, и siz da aytasiz, da fikringizni bildirasiz, da qayerda talabingiz bordir, da kачествоni qaraysiz. Но mana shu jarayonlarda siz bilib turasiz, что mana shu sevgi sizni yo'qotmaydi. Siz yo'qotmaysiz bu sevgini. Sizga doimiy ravishda bu nima qilib turadi? Tuzini berib turadi. No, то есть energiyasini berib turadi. То есть doimiy ravishda o'sha sevgi energiyasi o'zini sepib beradi holatini. Понимаете? Fikrlaringizda borgan это глубина-da, buni уже mana shu 3-marta borish deb aytaman. Действительно buni hamma 3-marta shart borish kerak deb bu narsa yo'q aslida olganda. Просто aytishgan 3-da bir marta borish kerak, 4-da bir marta borish kerak deb aytishganda. Но bu уже дальше kim glubinani xohlasa, kim действительно o'zida yangi bir cheksizlik, bir imkoniyatlarni xohlasa-da, то есть более professionalizmni yanada ham xohlasa, sevgida, da, o'zida borgan sari kim bu действительно buni anglashni boshlasa, o'zi bu narsani o'zi shakllantiradi. 2 marta borganman, именно потокda gruppa bilan borganman, осознанно borganman, ustozim bilan birgalikda. И 3-marta уже o'zim provodniklik holatida meni просто уже yuborishdi, borib kelganman. И действительно borganimda, прям masora boraman, kunimni olganim. Yana bir bor katta bir переиндексацияni o'tganman. Так как для проводника, проводник uchun juda muhim-ku. Именно mana shu sevgi energiyalarini o'zida kengroq qilib ochish. Понимаете? Qanaqa qilib tushuntirsam ekan buni? Qamrab olish uchunmi ko'proq odamlarni? O'zi uchun.
o'zi uchun odamlarni qamrab olish uchun desam bu qo'pol даже buda har bir narsani o'zimiz uchun qilamiz sifatimiz uchun sifatli hayotimiz uchun качественный проводник качественное проявление sifatli namoyon bo'lishim uchun o'zim uchun zo'r понимаете да tushundim masalan Samarqand, Buxoro energy triplariga borgandan keyin ko'pchilik ishtirokchilarda eshitdim, o'zimiz ham shu tajribani o'tkazdik. Sog'lomlashtirish jarayoni ketdi. Sog'lomsizliklarni transformatsiya qilindi, sog'lomlik darajasiga. O'zingizda shuni sezdingizda? Masalan, nimada sezdingiz? Turmush o'rtog'imda sezdim. Ularda analizda bor edi, shunaqa nima doktor qo'yadi-ku, analiz diagnoz bor edi. Keyin Samarqandga, Buxoroga borganimizdan keyin Samarqandga borganimizdan keyin doktorga borsalar sразу u analiz yo'q. Уже diagnoz yo'q. U diagnoz yo'q. Keyin qiziqib so'radim. Ishtirokchilar bilan gruppada bor-ku, qizlardan, ayollardan so'rasam, ha, bor, rostdan ham даже toshmalardan tozalanganlar bor. Berishganda informatsiya. Davay nafas olish shu joying bilan chiqarib tasha. Uyga borgandan keyin o'sha ahamiyat bersa yo'q bo'lib ketyapti deb shu narsa. No doktorga borganda ketmaganda, даже. Согласна. И sahrdan eshitdim shunaqa davolangan ishtirokchilar bo'lishganini. Bu Elbrus energy tripida qanchalik sog'liqqa yaxshilanish tomonlar kutiladi? Благодарю bu savol uchun. Davolanish nima uchun bo'lgan bilasizmi? Energiyalar bizdan ancha yuqori. Tонкий energiyalar uzatilgan. Davolanish bu уже bizani yer vibratsiyasidagi bir уже destruktiv bir energiya. Programma, yechilmagan bir holat. Har qanday mana shu destruktiv energiya, har qanday siz o'zingizni lampochkangizni quvvatini kengaytirib boraversangiz, yashashi bo'lmaydi, avtomatik bo'lmaydi. Понимаете? Surilinadi, transformatsiya bo'ladi. То есть o'lgan kletkalar yo'q bo'lishni boshlaydi. Yangi kletkalarni shakllantirishni boshlaydi. Bu tонкий energiyalarning ishi bo'lib hisoblanadi. Bu birinchisi. Endi biz yetib bir Samarqandga bordik. Bu yerda 9-qatlam sivilizatsiyasi, egregor sivilizatsiya ishtirok etgan. Endi bu yoqqa yetib borib bering. U yerda 11-qatlamgacha sivilizatsiyalar ishtirok etyapti. То есть bu degani nima degani? Yana ham ko'tariladi. Yanada ham ko'tariladi degani. То есть bu yerda nafaqatgina sog'lomlashish, то есть sog'lomlashishning bir qismida, то есть keyin qamrovli jarayonlar, yosharish, sog'lomlashish hammada bo'ladi. Variant yo'qda, то есть u energiyaga burchakka tiqib qo'yasiz-da energiyani, tushunyapsizmi? Sizdagi mavjud bo'lgan energiyalarni burchakka tiqasiz. Siz постоянно ravishda o'zingiz ishlab boraversangiz, bu energiyalarning просто hojati ham bo'lmaydi sizni holatingizda. Hattoki ovqatlanish tizimingiz ham o'zgarganini his qilgan bo'lishingiz kerak. Siz уже oldingidek qilib yeyolmaysiz ba'zi bir narsalarni, потому что oldingi programmalarning ovqatlanish tarzini so'rib o'tiruvchi уже bakteriyalar ham yo'q-da, programmalar ham, energiyalar ham yo'q. Ular transformatsiya, uni o'rnini nima egalladi? Yangi energiya egallashi boshladi. Bu jarayon juda ham kuchli seziladi, ayniqsa o'zingizni doimo mana shu energiyalarni to'xtash mumkin emas-da, понимаете, bu yerda. Постоянно ravishda обновленияda bo'laversangiz, sizga faqat va faqat, chunki shunaqa ko'p imkoniyatlar bor, muhsinlar, shunaqa ko'p. Hattoki hozir bizda tasavvur ham qiladi. Bu imkoniyatlar aynan tонкий energiyalar, siz resurs holatida bo'lsangizgina ochilinadi. Resurs holati sizda mana shu o'zingiz ishlashingiz, harakatingiz, hattoki ovqatlanishingiz ham. Hammasi bor. Siz resursingizni ushlab turaverasiz, yana davomiy ravishda porsiya tонкий energiyalar asosida rivojlanasiz. Bu tонкий energiyalar shunaqangi bir xususiyat, hammaga kerakli darajada kimgadir uni o'zgartirib beradi, kimgadir buni o'zgartirib beradi. То есть bu yerda уже sizga har bir insonga kerakli bo'lgan jarayonni amalga oshiradi. Конечно, bu yerda mana shu tanadagi bo'lgan programmalar deb aytaylik-da, kasallik programmalarini однозначно transformatsiyasi bo'lmaslikning ilojisi yo'q bu yerda. Hamma har xil porsiyada oladi, hammada har xil transformatsiya bo'ladi. Zo'r. Понимаете-da? Trip energiya obmen masalasi bo'yicha nima deya olasiz? Bu ko'pchiligi bir baland narxda ekan, xususan o'zimga ham shunaqa tuyulyapti. Mana shu to'g'risida ham ma'lumot berib o'ting, iltimos.
Bu to'g'risida juda ham ma'lumotni kecha как раз efir berdik. Shunda juda ham chiroyli ma'lumotlar berilganda обязательно ko'rib olinglar, ladmi? Bilasizmi? Menimcha 7:00dan oldin ham sizda mana shu savol uyg'ongan. Ha yoki yo'q javob bering. Ha bittasida uyg'ongan. Вот, то есть 7:00ga borishdan oldin kartinada uyg'ongan, kartinaga siz o'tdingiz bu dovondan, siz bu zinaga chiqdingiz, o'zingizdan bu investitsiyani o'zingizga bera oldingizmi? Bera oldim. Samarqandda uyg'onmagan ekan. Samarqand menga yangi o'qib bo'lgan, yangi ochilish uchun hech narsa qiladi. Nima natija beradi, nima bo'ladi? Ichingizdagi holatingiz pishib turgan bo'lgan-sizda, sizga farqi yo'q bo'lgan. Hozir siz уже ongli ravishda ketyapsiz, mana shu joyda ko'pchilik menga shuni yetadi o'zi deb qolib ketishlari mumkin bo'lyapti-da. Понимаете? Вот ни в коем случае, Muhsinchikam, siz ayniqsa ijodkor odamsiz-ku, boya ham kirganda ham aytdim sizga, nельзя. Вам всегда нужно быть высоких вибраций. Ресурс sizga kerak. Resurs siz ishlatib qo'yasiz-da hozirgi qani resursingizni. Joyiga keltirmasangiz keyin qayerda nima qilasiz keyin? Понимаете? Benzin solib turasiz-ku mashina yaxshi yurishi uchun. To'g'ri. Mana shu siz resursli energiya solib turishingiz kerak bo'ladi. Siz Samarqanddan oldin ham, то есть Buxorodan oldin ham, то есть qanaqadir kartinalardan oldin ham sizda bu savol uyg'onadi-ku. Uyg'onadi, ha. То есть siz hamma narsa bir joyda, zona komfortida o'tiribsizlar, hammasi bir o'zini o'rnida. Ras o'p bitib qanaqadir katta bir, то есть ortiqcharoq kutilmagan bir darsda investitsiya qilishingiz kerak. Aslida nima qilyapsiz siz? Kimga beryapsiz? O'zingizga beryapsiz. Nima uchun o'sib boryapti bu? Yangi siz olayotgan yo'mkis kengayapti emasmikan? Kengayapti. Siz yo'mkisni xohlayapsiz, lekin o'zingizdan berishni xohlamayapsiz emasmikan? Понимаете, energoyomkis protsessi. Har bir narsaning o'zining energosig'imkorligi bor, bilasiz? То есть energosig'imkorligi bor, shu sig'imkorlikka asosan siz olasiz. U tozalangan sari yo'mkistingiz kengayveradi, kengroq energiya kirishi kerak bo'ladi ekan. Tayyor bo'lsangiz kiradi. Da. Потому что siz shu yo'mkisda energiya olasiz, hayotingizga kirgizasiz. Deya olamizmi, masalan, bitta odam misolida aytsak, Samarqandga bordi, yo'mkisini kengaytirib, tozalanibdi, keyin Buxoroga borib yana kengaytirdi. Endi Elbrus xohlayapti-da, endi unga kattaroq masshtabda kerak bo'ladimi? Kengaytirdi deb ayta olamiz, shu bilan birgalikda o'zidagi bor yo'mkisni ocha oldi. Yana ham kengayib ketadi-ku unda. Chunki bu yerda yo'mkis nima degani bor? То есть har bir ma'noda har bir ruh o'zini yo'mkisiga ega. Keldim bu воплощение shu yo'mkisiga ega. То есть nima uchun mana shu Elbrusni любой bir misol uchun boshqa bir bozorga borsangiz, Elbrusga borasizmi, xohlasangiz boring deydi, shiz qiling, qizim meni ishimga aralashmang deydi. Почему? Bu воплощениеga mana shu yo'mkisi bilan kelgani. Ha, farqini sezing. Xo'p. Siz bordingizmi? Sizga kelyaptimi misli forma, Elbrusga borish, 7:00ga bor. Demak, sizda mana shu hajmli energiyani kirg'izish imkoniyati bor. Yo'mkis bilan kelgansiz o'sha. Siz 5 litr yo'mkis bilan kelgansiz misol uchun. Xo'p. Da. Lekin Samarqandda siz bu yo'mkisni ochish uchun ma'lum bir harakatlar qildingiz, kirg'izdingiz. Buxoroda siz yo'mkisni ochdingiz, kirg'izdingiz. Yo'mkisingiz, то есть 5 litr o'zgarmaydi sizda. 5 litrligicha qoladi. Misol uchun u holada 1 litr, sizda 5 litr misol uchun. Faqatgina siz o'sha 5 litrni bo'shatdingiz. Farqini sezyapsizmi? Endi ko'proq kirg'iza olasiz, lekin 5 litrligicha qoladi degani. Ha. Понимаете, pul sig'imkorligi ham hammada shu asosga, hamma o'zini shu bir xil o'zini bir pul sig'imkorligi bilan keladi-ku aslida olganda. Xo'p, mana resurs sarflayapmiz-ku kasbga, oilaga, boshqa narsalarga. U ketdi, yana yangi resurs kerak bo'lganida o'sha portalni joylardan yoki qanaqadir o'sha texnikalar orqali to'ldirib turishimiz kerak bo'ladi, demak. Sizni nimadir anglashingiz, bu ham siz uchun resurs. Benzin kerak u narsaga anglash uchun. Da. Ha, То есть u ham kerak, но siz agardagi mana shu o'zingiz vibratsiyangizda ham anglashingiz mumkin-ku. O'zingiz benzin to'ldirib olasiz. Qanaqadir darajada 1 litr to'ldirasiz, to'ldirasiz-ku. Xo'p. Sizni farzandingiz keldi oyingizga, oyim men sizni yaxshi ko'raman, sizga benzin berdi. To'ldirdingizmi? Bir 10 qanaqadir foizga to'ldi. Turmush o'rtog'ingiz keldi, men seni yaxshi ko'raman, to'ldirdingiz. Siz bordingiz, toqqa chiqib keldingiz, siz to'ldirdingiz resursingizni. Resurs faqatgina u joylardan to'ldirilmaydi, faqatgina resursni vibratsiyasi har xil bo'ladi. To'g'rimi? Xo'p. Da, то есть siz 7:00ga borib to'ldirgan resursingiz bilan sizni
sizni o'zimizni bir toqqa borib to'ldirgan resursingizdan farq bor. U ham kerak, bu ham kerak. Men aytmoqchimanki, faqat shular orqali resurs to'ldirilgan degan fikr paydo bo'lmasligini xohlagan bo'lardim. Hamma joydan inson to'ldira oladi resurs, faqat sifati qanaqa bo'ladi? Har xil bo'ladi. Endi qanchalik darajada resurs, energiyani vibratsiyasi yuqori bo'lsa, shunchalik darajada siz o'zingizda mana shu yuqori vibratsion imkoniyatlarni ocha olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mana shu tonki energiya siz aytayotgandek kasalliklarni oldini oladi, to есть davolab berishga yordam beradi. Sizdagi destruktiv programmalarni davolashga yordam beradi. Sizni misol uchun siz turmush o'rtog'ingiz kelib, misol uchun men sizni yaxshi ko'raman desa, sizni qanaqadir kasalligingiz, qanaqadir qismi to'g'rilanishi mumkin, lekin polni ketmasligi mumkin. Понимаете? То есть vibratsiya, resurs o'sha darajada. Siz toqqa chiqib kelasiz, qanaqadir vibratsiya olasiz, lekin bu kasallikni tugatmasligi mumkin. Но именно tonki, поточный energiyalar sizga oladida shop etib chiqarib berishi mumkin bo'ladi. Farqini sezyapsizmi? Sezyapman. Lekin yana bitta savol tug'ilyapti shu yerda, masalan, onamlarga, buvimlarga aytsam shunaqa narsa, voy, bizlar zamonimizda bunaqa narsa bo'lmagan ekan. Biz bunaqa narsa ko'rmagan ekanmiz. Ular masjidlarga, to есть ziyoratlarga borishgan-ku ular, Muhsina. Ular mana shu resurs yetadi ular uchun. Tushunasizmi? Ularga og'irlik qilasiz. Siz o'ylayapsizmi-ki, hozir misol uchun boyagi 1 litrli odam bora oladimi? Bora olmaydi ham, yaqinlasha olmaydi ham, tog' ham yaqinlashtirmaydi. Nima uchun yomon bo'lib qoladi odam? Nima uchun birinchi yomon bo'lishadi ular? Потому что ko'tarib beradi programmalarni. Понимаете? Ko'tarib berib, то есть odam shunchalik darajada qiynalib ketishi mumkin. Agar o'zini ustida ishlamaydigan bo'lsa, ongsiz bo'lishi. Помните? Men sizlarga aytgan birinchi chakrani tog'i yopiq deb aytgandim. Endi ochilindi. 3-chida yopiq edi bu. Chunki mumkin emas edi o'tga borish. Yopib qo'yishgan edi. Agar hozir borilinsa, 3-prostranstvo bo'yicha qancha yechilmagan jarayonlarni birdaniga ko'tarib odam jinni ham bo'lib qolishi mumkin bu vibratsiyada. Tayyor bo'lmasa. O'shaning uchun действительно odam tayyor bo'lib boradi-da bu energiyalarga. Shunaqangi bir qoqib berishi ham mumkin. Siz tasavvur ham qila olmaysiz. Поэтому o'sha odamning xayoliga ham kelmaydi o'tga borish kerak emas-da unga. U qayerga boradi? Ziyoratgohga boradi, qanaqadir bir avliyoli joyga boradi. Mana shu avliyoli joy unga mashina yetadi-da, понимаете? Bo'ldi, yetadi unga. Но siz уже bu vibratsiyadan yuqorisiz уже. Siz уже так как siz уже ton borgan sari nima desam ekan, his qilib boraverasizda, sizga уже bu yetmasligi mumkin bo'ladi. Sizda bor-da bu energiya. Nima uchun siz bormaysiz mana shu ziyoratgohga? Потому что sizda уже bor bu energiya. Nima uchun u inson bor? Bu insonda bor, yo'q-da bu energiya oladi-da, endi bu tajribadan o'tayotgan bo'ladi. Ular o'tib bormoqda. Ziyoratgohli joylar ular uchun eng yuqori joylar Musinchiko. Понимаете farqini? Tushunyapman. Lekin yana bitta masalan boshqa tomoni bor. Masalan, poliyada rivojlanayotganlar bor. Tinimsiz masalan qaysidir programmani yopaman, qanaqadir karmani ishlayman deb turib tinmay harakat qilishayotganlar bor-da. Har kuni kerak bo'lsa mashqlarni qilinadi, praktika qilinadi-da, keyin yangi mana уже borilmagan yangi qirralar ochilyapti-ku, yangi arealarga, maydonlarga chiqishi rejalashtirilyapti-da. Narxini ko'rib aytaman, voy balonku, yana qancha boraman, qachon tugaydi bu programmalar degan odamlar ham bor-da. Смотрите. Вот, классно, умничка. Ko'rdingizmi, maqsadingizga qarab deb Muhsina. Maqsadingiz nima unda? Faqat programmalarni yopish bo'lsa, unda bormaganingiz ham ma'qul. No, programmalarni ketidan yurib qurish ham kerak emas-da. Shunaqa joyi ham bor, to'g'ri. Bu birinchisi. Ikkinchisi, действительно bu yerda вот ongli ravishda yondashish degani ham shudir-da. Bu yerda faqatgina yopish uchun bormaysiz-ku. Sizda bu yerda перерождение bo'ladi. То есть у вас qayta tug'ilinish bo'ladi bu yerda. Перерождение, то есть Эльбрус напрямую связан перерождение. Qaytadan tug'iladi har bir inson. Mana shu qayta tug'ilishga tayyor bo'lish kerak-ku odam. To'g'ri. Любой odam borib qayta tug'ilishga tayyor bo'lmaydi. Qancha boshqa bir tajribalardan o'tish kerak bo'lgan bo'ladi odam. Lekin ba'zi birlar bor, o'sha tajribalarni kamaytirish uchun ham kelishadi o'sha Elbrusga. Farqini sezasizmi? Hamma har xilda. Kimdir qayta tug'ilish uchun, kimdir qalbini o'sha ko'pchilik destruktivlardan yopib bo'lgan qalbini ochish uchun kelganda, kimdir просто mana shu etapdan tezroq bilan eski holatlarni tugatish uchun keladi. Zo'r. Farqi har xil bo'lardi. Hamma o'zinikini oladi. Bu katta bir jarayon. И действительно, u odamga mana shuni o'zi yetarli bo'ladi.
a boshqa odam уже buni ishlab bo'ldi-da, уже, понимаете? U dальше bo'lish ketishni amalga oshiradi. Yana shunaqa qo'rquv ham bor. Masalan, oldingi triplda rivojlanish jarayonida er-xotin ketadi-da. Qaysidir etapga kelib, yo erini o'zi, yo xotinini o'zi borishga to'g'ri keladi-da. Mana shu jarayonda agar oiladan bitta odam borsa, ularni rivoji o'zgarib, ikki xil vibratsiya bo'lib, ertaga oilasiga minusga ta'sir qilib qo'ymaydimi? Siz nimaga unaqa deb o'ylayapsiz? Chunki bitta odamda tozalanish kuchli ketgan hisobda vibratsiya ko'tariladi-da, bitta odam qoldi-ku. Ishonchsizlik bilan masalan ishona olmadi-da, qoldi-da. Bu yerda ikkita ruhni kontrakti bilan bog'lab bo'ladi. Sizni turmush o'rtog'ingiz bilan qanaqa kontrakt tuzgansiz? Понимаете? Kontraktni men bilmayman-ku, to'g'rimi? Faqat ruhim bilasiz. Bilib olishingiz mumkin. Agar sizda bu polda turmush o'rtog'ingiz bilan oxirigacha ketish mumkin bo'lgan bo'lsa, demak siz aynan bu ham voqea hodisa yozilgan bo'lasiz ssenariyda. Sizni o'rningiz borib kelib o'zingizni transformatsiya qilish orqali polingizga yordam berasiz. Siz orqali ham farzandlaringiz, ham turmush o'rtog'ingiz o'zgarishni boshlaydi. Birga ketsa agar kontrakt. Birga ketish bo'yicha bo'lsa, sizda bor bu birga ketish bo'yicha. Понимаете? То есть haqiqatan 100% turmush o'rtog'i bilan rivojlanish это идеальный. Но ba'zi bir paytlarda sizni ruhingizni tanlovi asosida va u turmush o'rtog'ingizni tanlovi asosida aslida bo'lishi mumkin bo'ladi. Hozir qo'pol qilib aytaman, sen borib kelasan-da, menga berasan degan. Понимаете-da? Menga bo'lishasan degan. Misol uchun, siz действительно borasiz, o'zingizni energetik holatingizdan, jarayonlaringiz holatini siz уже bir yorug' bir lampochka sifatida kelasiz-da uyingizga. O'zgargan bir transformatsiya qilingan programma, sizni nazaringiz o'zgaradi, sizni fikrlaringiz o'zgaradi. Turmush o'rtog'ingiz o'zgarmaydimi, siz o'z fikrlaringiz o'zgarsa? O'zgaradi. Конечно, o'zgaradi. Sizni farzandlaringiz сразу автоматически, ayniqsa 12 yoshgacha to'lgan farzandlaringiz, ularda сразу transformatsiya ketadi, потому что у вас ДНК будет меняться, DNK'ingiz o'zgaradi. Neyronlaringiz o'zgarishini bilasizmi? Avtomatik сразу neyronlar o'zgarishni boshlaydi. Sizni fikrlaringiz o'zgarishni boshlaydi. И mana shu sizni energetikingizdan ularni tanlovi asosida siz ularga o'zingizni o'zgarishingizni, o'zgargan holatingiz orqali ularni transformatsiya qilasiz. И bu sizni kelishilgan bir jarayoningiz bo'ladi. Понимаете? Hammasi nazorat ostida. Конечно, aslida olganda bu sizni aqlingizda hozir aytyapti. Agar buni bir tarafdan bu ham to'g'ri, siz anglashingiz kerak. Чтобы действительно birga ketishinglar uchun. No hozir va shu yerda imkoniyat shunaqa bo'lyaptimi, misol uchun? Umuman ketmaganlikdan ko'ra hech bo'lmasa bitta odam ketgan yaxshi-ku. Soгласны? Я понимаю, oson emas bu narsa. То есть hozirgi bir holatda energoobmen jarayonlarida. Oson bo'lsin, no на самом деле matrisaga qarab taqaladigan bo'lsa. No, yoki siz kutib o'tirasiz, yo'q, mana shu turmush o'rtog'im bo'lsinlar, keyin birovariga ketamiz deysiz. No, qolib ketasiz demayman. Qolmaslikka harakat qilasiz. Вот. Поэтому shunaqangi bir jarayon, опять-таки bu выбор души, и siz bizning ongimizda bu. Men boraman, qolib ketdi. Yo'q, siz уже tanlab olgansiz-da, misol uchun o'zingiz borishingizni, siz orqali kelasizda bag'ringiz bilan sochasiz bu energiyalarni. И u sizda уже qarang. Turmush o'rtog'iga ham kerak bo'lgan tanlov bo'ladi. Конечно, u o'zini tanlovi bo'ladi aslida. Bo'ladi. Uni sizni tanlovi, siz aslida olgan ularni tanlovi shunaqa, siz orqali rivojlanyaptilar-ku ular. Ruhiy rivojda siz orqali tan oling buni. Hozir yig'lab beraman. Sizni turmush o'rtog'ingiz ruhiy rivojda siz orqali rivojlanyapti. Это факт. И hozir nima bo'lyapti? Endi e'tibor bering, qanaqa qilib o'zgarish. Sizni qaysidir ongingizda, miyangizda, podsoznание, ong ostida qanaqadir programma yotishi mumkin, yechilmagan turmush o'rtog'ingizga nisbatan. Siz hattoki bilmaysiz ham. И раз olinanda bu yo'q bo'ladi. Nima o'zgaradi? Qarash, nazar, hamma narsa o'zgaradi. His-tuyg'u. Siz o'zgarasizmi turmush o'rtog'ingizga nisbatan? Qabul qilsam ularni 100%, ular ham уже meni qabul qilishdi. Sizda proseslar ketyapti-ku, siz aytmayman-ku sizga, qaysidir programmangiz yechilinadi, transformatsiya bo'ladi, olib tashlaniladi. Sizda nima bo'ladi? Haqiqatdan ham shunaqa. Вот. Mana Samarqand, Buxoroda men o'zimda ko'rdim, turmush o'rtog'iga nisbatan emas, boshqa bir insonga nisbatan sezimda shu narsani. U odamdan ham o'zgarganda, men hayronman-da, u odam tripga bormagan, men bilan bo'lmasam-da, menda просто o'zgarib ketgan. Sizda yo'q bu programma. U yechilindi. Yo'q bo'lib ketdi-da. Oldindan ilib turardi-da. G'ashim kelardi. Понимаете-da? Вот ko'r. И mana shu g'ashga kelish necha yil ishlardingiz, Muhsina? Voy, 10-15 yil bo'lsa kerak. Ayda. Agar birga olib ketmasam. Вот.
sizda mana shu ko'zga ko'rinmagan jihatlarda bu. Sizni qaysi burchagingizda yotgan bir programma olinadida yo'q bo'ladi. Mana shu programma sizni 10 yildan beri olib kelayotgan bo'ladi. Ana uni odamlar ko'plar bilmaymiz edi biz. Uni yechilgan nima bo'ldi deysizda, turmush o'rtog'ingizga butkul nazaringiz o'zgarib ketishi mumkin bo'ladi. Qaytaga o'sha bormaganliklari ham balki o'sha paytning o'zida plus ham bo'lishi mumkin bo'ladi aslida olganda. Понимаете farqini? Вот это осознавайте. Потому что будто siz faqatgina borasiz и faqatgina siz o'zgarasiz emas. Но на самом деле hamma narsa transformatsiya bo'ladi. И energoobmen masalasida asosan u yerda katta energoobmen rasxodlarga bag'ishlangan, e'tibor bergan bo'lsangiz. Da. E'tibor berdingizmi? Ko'rib chiqdim, lekin narxi unaqa ko'zimga ko'rinmadi, men o'zim to'g'risini aytsam, chunki bilmadim, qanaqadir ko'rinmadi ko'zimga, lekin bor shunaqa rivojlanuvchilar haqiqatdan o'zi yig'ib, to'plab qilib turishadi-ku sarmoyaga. Kimlargadir juda ham ko'rinayotganlar ham bor-da. Смотрите. Har xil inson. Это большой скачок, да, понимаете? Я понимаю, да, bu mana uchun turman, men boyaga aytgandek, 7-1dan oldin ham mana shuni katta deb bilganlar bo'ldi. O't oldinglarmi? O't oldinglar. O't oldik, ha. O't oldinglarmi? O't olganingizdan afsuslanmadinglarmi? Yo'q. Mana shuni o'tish kerakmi? Mana o'tish uchun ichingizdagi tayyorgarlik jarayonini amalga oshirdingizmi? O'sha qadr programmalarni qabul qila oldingizmi? Kurashib kelayotgan sizdagi ichingizdagi har xil dasturlarni yecha oldingizmi? Yecha olganingizda siz zona komfortidan chiqdingizmi? Chiqildi, ha. Yangi pog'onaga chiqdingizmi? 7-9-sinfga chiqdingizmi? Chiqdingiz. Dal chiqish uchun yana nima qilishingiz kerak o'zingizdan? Da. Yana shunaqa etapdan o'tilinadi. O'tilinadi. Вы вкладываете, siz o'zingiz rivojingizga beryapsiz-ku. Это же ваша инвестиция o'zingizga-ku siz. O'zingizni faqatgina bu safargi uyingizni mustahkam bo'lishini energiyasi, vibratsiyasi boshqacha. Смотрите, siz ko'proq yangicha bir narsani olish xohlayapsiz-da, yangi vibratsiyada, mutlaqo bir yangi holatda. Lekin mana shuni olish uchun siz o'zingizdan nima qilishingiz kerak? Berishingiz ham kerak bo'ladi. Это ваша трансформация. Это bilasizmi? Toshkentda, misol uchun siz Matiz haydaysiz, kamroq berasiz energoobmen. Siz kengayasiz, siz xohlayapsiz roskошni, boshqa vibratsiyani xohlayapsiz, Nexia olyapsiz. Siz boshqa roskошni xohlayapsiz, nimalar Rolls-Royce olyapsiz. Это совсем другое. Но buning uchun siz Matizning pulini bermaysiz-ku, Rolls-Royce haydash uchun. Ha. Muhsinchikam. Ham pulini bermaysiz, ham ertaga qanaqadir instrumentlar buzilib qolsa ham narxida o'ynaydi-ku. Uniki boshqacha. То есть siz уже resurs holatida tayyor bo'lishingiz kerak bo'ladi. Shu narsani olish, siz katta resurs hayotingizga kirgizishingiz uchun katta resurs beryapsizmi? Понимаете? То есть Rolls-Royce'ga haydash uchun siz tayyor bo'lishingiz kerak, siz resursda bo'lishingiz kerak. Это очень важно. И hammani ham qabul qilavermaydi Rolls-Royce bilsangiz. Tayyor bo'lmasangiz, o'zingiz, rost olishda maniki emas, qo'y hozircha deysiz. Почему? Потому что вибрации высокие у него. Согласны? Даже ularda vibratsiya bor. Конечно. Siz balandroq bir kattaroq bir uy olmoqchimisiz? Narxi balandmi? Nima uchun? Roskошmi? Boshqa vibratsiyami? Siz bir xonali uydan ikkinchi xonali uyga, ikki xonaliga kenglikmi, erkinlikmi o'zgardimi vibratsiyasiz? 2 xonalidan 5 xonaliga ko'chmoqchisiz. 5 xonalining narxi 3 xonali bilan tengmi? Нет, конечно. Farqi bor. Понимаете? Siz bu vibratsiyadan endi shunaqangi bir mощный vibratsiyani hayotingizga kirgizmoqchisizda, lekin o'zingizdan nimadir bermoqchi emassiz. Unaqa ishlamaydi-da energiyalar. Siz berasiz. Tekin har doim qiziq bo'lgan odamlarga. Siz berasiz. Yo'q tekin. Unutmang, yo'q tekin. Siz hattoki tekin olayotgan narsani siz qanaqadir darajada balansini amalga oshirasiz, Muhsina. Vaqt o'tib mana shu so'zlarni eshitib qo'ying. Tekin narsa yo'q. Даже oddiy bir ochiq muloqotni eshitganingizda ham uni keyin благодарностьni boshqa yo'llar bilan ham amalga oshirasiz borliqda. Mana shu energiyani boshqalarga berasiz siz. Balans bo'lib ketadi. Borliq qonuni biz so'ramagan holatda shunaqangi bir zo'r ishlaydi. 0 balansga keltiradi hamma narsani, Muhsinchikam. Поэтому biz Ferrari xohlayapmizda Matiz pulini to'layapmiz. Нет. Это жадность. Это проработка. Soglаситесь? To'g'rimi? Kim uchundir hayotiga Ferrari kirib kelsa, demak u qanaqadir воплощенияларда tayyor bo'lgandirki,
yig'ib kelgan bu resursini да, что u tayyor bo'lib kiradi. И то o'sha paytni o'zida sразу o'tira olmaydi, adaptatsiya kerak bo'ladi. O'zidan beradi buni, jonlantiradi, o'zidan harakat amalga oshiradi. Согласитесь? Men shaxsan o'zim o'sha Ferrari'ga o'tirganimda, Rolls-Royce'ga ham o'tirganman. Вообще boshqacha energiyalar. Okada endi, понимаете? Agardagi oddiy Matiz bo'lsa, uka. No, уже biz Angliya ravishda hurmat qilamiz, ukani ham, okani ham. No, okaga borish uchun biz tayyorgarlik qilishimiz kerakmi? Согласитесь? Xuddi shunaqa uyda ham. Uy masalasida ham, xuddi shunaqa ko'ynak masalasida ham, Muhsinchikam. Hamma narsada shu. Nimaga biz yaxshi narsani xohlaymizda, undan ham yaxshi, lekin o'zimizdan bergimiz kelmaydi. Siz berasiz, siz olasiz, unutmang buni. Sizga borliq buni shunaqangi bir shakllantirib berdiki, bu расходni siz menga ham bermaysiz aslida olib. Borliqqa beryapsiz-ku. Согласитесь? Bu yerda asosiy katta расходingiz bu sizni borib kelishingiz uchun ketayotgan расход aslida. Kimga beryapsiz? O'zingizga uni borliqqa beryapsiz. Согласитесь? То есть borliq sizga aytayapti, "Men shuni berishing kerak" deyapti. Xohlayapsanmi? "Men shuni bergin, o'tasan." Понимаете? Вот. Unutmang, balans hamma joyda ishlaydi, Muhsinchikam.